أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun darsimizni 4-qismi darsini boshladik. Bugungi darsimizda hamzani o'tamiz. Hamzalar ikki xil bo'ladi: vasli hamza va qat'iy hamza. Bugun qat'iy hamzani o'tamiz. Hamza yozuvda 9 xil ko'rinishda bo'ladi. Qat'iy hamza, ya'ni bu 9 xil ko'rinishda keladi. Qat'iy hamza bu ya va vav harflarining faqat ustida keladi. Alif harflarining tagida ham kelishi mumkin. Qat'iy hamzaning bir xususiyati bu so'zlarni kesadi, ya'ni kesib o'qiladi. Ikkinchi xususiyati bu ya vav harflarining ustida kelganda bu harflarni yo'qqa chiqaradi. Buni dars davomida o'rganamiz. Demak, so'zlarni o'qiymiz. Birinchisi oddiy so'zlar: amara, akhadha, qara'a, yaqra'u, ya'muru. Demak, sukun bilan alif kelyapti. Ya'muru, ya'khudhu, ma'mur, ma'khuz, quri'a. Demak, dars boshida aytganimizdek, ya harfini ustida hamza kelyapti. Hamza ya harfini yo'qqa chiqaradi. Endi bu ya deb o'qilmaydi, ya'ni quriya deb o'qimaymiz. Chunki hamza kelyapti, ya harfi yo'qqa chiqdi. Hamza o'zi bilan birga olib kelgan harakatni o'qiymiz, ya'ni fatha. Quri'a deb o'qiymiz. Ya quriya deb o'qib qo'ymaymiz, xato bo'ladi. Quri'a. Qori, demak bu joyda qori deb o'qimaymiz, ya yo'qqa chiqdi, hamza kelyapti, sukun bo'lgani uchun to'xtaymiz. Qori, qori. Mubtadi, mubtadi. Mustahzi, mustahzi. Yu'minu. Demak, bu joyda ham vavning ustida hamza, vav yo'qqa chiqyapti, sukun bor, to'xtaymiz. Mu'minu, mu'min. Bu joyda ham mu'min. Muazzin, muazzin. Bu joyda vavning ustida bu joyda ham hamza kelyapti. Hamzaning harakati fatha a deb o'qiymiz. Buni muvazzin deb qo'ymaymiz, ya'ni vavda o'qimaymiz. Muazzin, muazzin. Muallif, muallif. Lu. Qoil. Bu ya harfini nuqtalarsiz kelgan ko'rinishi. Qoil, qoim, qoim. Sa'il, sa'il. Endi bu so'zlarda matni boshqa bir qoidasi bor, shuning uchun sa harfi ko'proq cho'zilyapti. Buni matnlar bo'limida o'rganamiz. Sa'il, ma'il. Ru'is. Bu joyda ya harakatsiz, undan oldingi hamza kasra bilan kelyapti. Ya so'zda harakatsiz kelib, undan oldingi harf kasrali bo'lsa, mattabi deyiladi. Demak, bu joyda i deb cho'zamiz. Endi bu joyda sukun kelgani uchun bu matni boshqa bir qoidaga aylantiradi. Matni boshqa bir qoidasi. Buni ham matnlar bo'limida o'rganamiz. Rois, bi'sa, bi'ru, sa'ala, yas'alu. Demak, hamza keldimi? Demak, hamzani
Hamza bilan birga kelgan harakatni o'qiyveramiz. Tagidagi harfga qaramaymiz. Yas'alu. Hamza keldimi, demak qanday harf bo'lsa ham yo'qqa chiqadi. Tepadagi harf o'qiladi. Tepadagi hamzani harakati o'qiladi. Yas'alu. Mas'ul. Mas'ul. Bu joyda ya harfining ustida hamza, domma. Bu so'zda harakatsiz kelib, undan oldingi harf dommali bo'lsa, mattabiy teylar sukun kelgani uchun bu boshqa mat qoidasi, ya'ni ko'proq cho'ziladi. Mas'ul. Sha'a. Sa'a. Ja'a. Yasha'u. Masa'u. Hamzani o'zi alohida ko'rinishda ham keladi. Tepasida, pastida harakatlar bilan keladi. Shu harakatlarga aylantirib o'qiladi. Demak, fatha kelyapti, hamzani a deb o'qiymiz. Domma kelyapti, u deb o'qiymiz. Kasra kelsa i deb o'qiymiz. Hamzaga so'zlarni o'qiymiz. Shi'a. Ji'a. Yaji'u. Yusi'u. Musi'u. Shay'u. Fay'u. Mil'u. Bur'u. Juz'u. Qira'atun. Qira'atun. Su'u. Yasu'u. Wadu'u. Quru'u. Muru'atun. Bu ta marbuta oddiy t kabi o'qiladi. Buni keyingi darsimizda o'rganamiz. Bu ta marbuta. Muru'atun. Al-mar'u. Imra'an. Imra'an. Bu joyda hamzali alif kelyapti. Imra'an. Imri'in. Demak, bu joyda ham ya harfi yo'qqa chiqadi. Ustida hamza kelyapti. Tanvin kasrani o'zini o'qib qo'yamiz. In. Ya'ni tanvin kasra in deb o'qiladi. Imri'in. Imri'in deb o'qisak xato bo'ladi. Imri'in. Imru'un. Bu joyda ham shu qoida. Imru'un. Al-juz'u. Al-juz'u. Khuz'aha. Juz'aha. Juz'iha. Juz'iha. Juz'uha. Juz'uha. Bu joyda ham vovning ustida hamza, vov yo'qqa chiqadi. Hamzani harakati domma bo'lgani uchun u deb o'qiymiz. Juz'uha. Juz'uha. Demak, hamza 9 xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni so'zlarni kesib o'qiydi va vav va ya harflarning ustida kelganda bu harflarni yo'qqa chiqaradi. Vav va ya harflarning ustida kelganda yo'qqa chiqaradi va hamza bilan kelgan vav ya harflar nuqtasi ham keladi. Demak, alifni hamza taglarida ham kelishi mumkin. Faqat tepasida emas, taglarida ham kelishi mumkin. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.